Hozir bu videoda checklistlar, ya'ni xodimga task berish qanaqa berishni ko'rsataman. Bu yoqda checklistimiz bor. Checklistda mana bunaqa menyu ochiladi. Shabloniga kirsak, mana shunaqa stranitsaga kiradi. Keyin yangi qo'shmoqchi bo'lsak, добавить qilamiz. Добавить qilib, checklistda nomi, masalan, klientga telefon qilish. Masalan, olaylik. Bu yoki qanaqadir описание berib qo'ysa bo'ladi. Расписание qanaqa ежедневно, har kunimi yoki konkretniy kunmi, o'sha belgilashimiz kerak. Konkretniy день bo'lsa, data tanlash kerak bo'ladi. Masalan, bugungi пользователь именно kimga shu taskni bermoqchimiz. Bu mana first admin, masalan, adminga beradigan bo'lsak, рабочая data bu o'zi tanlangan. Srok beramiz, masalan, haftaning oxirigacha. Mana yoqqa zametka yozib ketsak bo'ladi. Har qanaqa задача, masalan, bu yerda har xil yana zadachalar qo'shsak bo'ladi. Добавить задачу qilib, zadachalar qo'shsak bo'ladi. Bizning случайda bittasi ham yetadi hozir. Tip задачи bu yerda mana позвонить клиенту, посетить клиента. Hozir kelasi ham ko'rsataman. Klient tanlaymiz. Mana bu knopkani bosib tanlasak, удобныйroq bo'ladi. Masalan, Uchtepaga telefon qiladigan bo'lsa, mana rayon bo'yicha filtr qilib olamiz. Uchtepani bossak, faqat Uchtepadagi klientlarni ko'rsatadi. Сначала старые, birinchi eskilardan boshlab, to есть anchadan beri olmayotgan klientlardan boshlab belgilab chiqamiz. Masalan, hammasini belgilash shart emas. Mana buni bo'lsa hammasini belgilaydi. Bittalab belgilasa ham bo'ladi. Применить qildik va 3 tasi tanlandi. Endi название. Bu обязательно shuni belgilamasa bo'lmaydi. Kommentariy. Masalan, bu yerda mana shu taskni belgilayotganda, masalan, пользователь именно nima so'raydi, masalan, обязательныйda kommentariy so'rayaptimi? Shu kommentariy, to есть kommentariy yozish kerakmi? Kommentariy agar посетить klienta bo'lganda geolokatsiyani belgilaydi yoki foto belgilaymiz. Endi yana yangi yaratamiz. Endi klient uchun. To есть borib kelish kerak. Конкретный день yoki конкретный dень tanlaymiz. Ertaga borish kerak, masalan. Пользователь, mana shu пользователь. Bir nechta пользователь belgilasa ham bo'ladi. Srok haftaning oxirigacha, masalan. Bermasa ham bo'ladi. Посетить klientani tanlaymiz bu yerda. Klientga borayotgani uchun. Shu Uchtepani tanlaymiz. Endi mashinaga borib chiqish kerak agentlarimiz, masalan. Tanlandi. Названиеsi. Bu yerda любое qanaqa название bersak bo'ladi. Обязательныйda geolokasiya. Сохранить. Yaratildi. Endi telefondan ko'rsataman hozir qanaqa uni belgilanishini. Bu yerda mana telefonda o'zi birinchi mana bu yerda bo'ladi. Servisiga kiriladi. Мои checklисты. Bu yerda kunini tanlasa bo'ladi, qachongi. Bu yerda statusi bo'yicha, masalan, status mana завершен, ожидает. Yana завершен. Faqat ожидаетlarni kerak bizga hozir. Bu telefon qilib chiqish kerak bo'lgan checklistimizga pользователь kiradida ko'radi. Начать bosish kerak belgilash uchun. Начать qilyapti. Готово. Masalan, telefon qilib bo'ldi mana shu klientga. Klient ichiga kirsa bo'ladi, bemalol daniylarni ko'rib, nechta narsalar bor. O'shalarni qarab, adresini qarab,
telefon qilib shuni bo'lsa telefonga o'tadi. Agar realniy device bo'lsa и готово. Telefon qilib bo'ldimi? Masalan, zakaz yaratgan bo'lsa, menda hozir klaviatura, то есть telefonda angliskiy belgilanib qolgan. Yozamiz. Buyurtma yaratildi deb yozmoqchi edim. O'zgartirib tashadi. Bu o'sha tugadi. Endi keyingisini tugatamiz. Agar admin qo'ymoqchi bo'lsa, admin tanlab yuboradi. И завершить qilolmaydi hammasini belgilamaguncha. Admin qilmoqchi bo'lsa ham, endi mana shu taskga admin qilmoqchi bo'lsa, mana shu adminni bosadi. Отправить qildim. Ko'rsatadi. Hamma kommentariy yozganlarni ham ko'rsatadi. И завершить oxirida. Masalan, yozmasa ham bo'ladi, yozsa ham bo'ladi. Bo'ldi, tugadi. Mana bu yerda progress ham bor, hammasi ketdi. Shu bilan tugadi. Endi bu yerda ожидает statusida hech qanaqa checklist qolmadi. Endi klientga borib kelish kerak bo'lsa, buni ertangi kunga qilingan edi. Ertangi kunni tanlaymiz-da. Подтвердить qilamiz. Mana uchtepaga borish kerak. Bu yerda qaraydi, klientlarga borib kelish kerakmi? O'shalarni ko'radi, klientni daniylarini ko'radi. Mana adresi ham bor, adresiga kartada ko'rsa bo'ladi. Bu yerni bunaqa koordinatasi bo'lgani uchun bu yerda shunaqa kartada ochsa bo'ladi. Masalan, marshrut qilib navigatorda yoki boshqa kartada ochsa bo'ladi. Xo'p, endi bunga masalan borib keldi deylik. Birinchi boshlab olish kerak. Начать qildi. Готово. Xuddi boyagidagi готово qiladi buni. Masalan, klient, то есть agent borgan bo'lsa, получить GPS mana shu knopkani bosish kerak. Bosganda tipa o'sha borganini tasdiqlaydi. Отправить. И keyingisini, masalan, keyingisiga yana borgan bo'lsa, готовыni bosadi, получить GPS bosadi, yana отправить qiladi va oxirida завершить. Полный taskga yopish uchun. Hammasiga borib chiqqan bo'lsa, borildi deb masalan yozib yuborsa ham bo'ldi, tugadi. Checklistlarimiz tugadi. Bu yerda endi отчетlarda ko'rib olsak bo'ladi. Karta vizitovda ko'rsak bo'ladi. Menda simulyator kartasi mana shu yerga ketib qolgan. Mana bunaqa ko'rsatib turadi. Kartada o'zi borgan joylarni hammasini ko'rsatadi. Biz endi bitta joy belgilaganimiz uchun mana shuni ko'rsatyapti. Отчетida bunaqa narsa burada ko'rinadi. Просроченный ikkita. Agar deadline, то есть berilgan srokda qilmasa, o'sha просроченный bo'lib turadi. Выполнен o'zi tepadan boshlab ko'ramiz. Mana shu chislo oyi boshidan o'zi по умолчанию hozirgi kungacha bu yerda tanlangan bo'ladi. Все checklist, masalan, checklistlarning ro'yxati bu yerda keladi. Hamma pользовательlar bo'yicha ko'rsa bo'ladi. Masalan, mana shu pользователь hozir bajargan. Mana mashinani ko'rsa bo'ladi. Mana просроченный, bunda bitta просроченный bor ekan. Top 50 bu mana eng tepadagi zo'r bajarilganlar bo'yicha sortirovka tanlamasa ham bo'ladi. Bu yerda mana hamma daniylarini ko'radi. Ko'rsak bo'ladi. Детализация по дням ожидает bitta. Mana shu kunda endi masalan oldin bajarilmay qolib ketganlarni ham ko'rsatadi. Bugungilarni ham hammasini ko'rsatadi. Mana ожидает отменено, hamma statuslari bo'yicha ko'rsatadi. Imamda обязательная задача. Hamma mayda danilari hammasi shu yerda ko'radi, ko'rsatiladi.
karta vizitovda xatga borib kelgani hozir ko'rsatganim мои cheklisты masalan agar call center operatori bo'lsa o'zini cheklistlarini mana мои cheklisты deb ko'rinadi. Mana shu yerda o'zini cheklistlari ko'rsatiladi mana. Kirib belgilasa bo'ladi. Masalan, hammasiga telefon qilish kerak bo'lsa, выполнен bo'lib turibdi. O'zi выполнен bo'lsa, mana shunaqa bo'lib turadi. Agar men bu klientga mana telefon qilmagan, shu nomerni terib o'zini telefonidan telefon qilsa, to есть gaplash bo'lsa, keyin выполнен bo'ladi. Выполнен qilib turib, kommentariya сохранить qiladi. Shu bilan o'sha bu ham yopildi, выполнен ожидает. Hammasiga bittalab shunaqa qilib chiqadi. Oxirida keyin yopib boradi. Завершить mana knopka bor. Shu завершить bosib taskni yopadi. O'shanda statistikaga to'g'ri kelaveradi.